Bormayman xotingina, bormayman. O'zi qo'limdan tushib ketibsin-da. O'ya kirsam urasan, bormayman men. Uka? Ye, opam keldi. Keling. Xalaskorim, opajonim keldi. Ha, endi opam keldi, ura olmaysan. Opangiz ketsin, keyin gaplashaman siz bilan. Keling, opa. Yaxshi keldingizmi, opa? Ha, yaxshi. Opam keldi, endi xotini gazini beradi. Abu hamshiradan eshitibman, ukam urib yurgan ekaniz. Ay, yo'q, odamlar quloq solmay ko'ra olmaslik aytadi. Yo'q, opajon, yo'q tavba deng. Qarang-da, biz erga tegib ketgan bo'lsak ham tirikmiz. Holi o'lganiga yo'q. Voy, Xotin qo'limdan tushib ketdi. opang, qo'llardan tushib ketdi. Ha, zarari yo'q, yaxshilik. Yaxshilik. Mayli, tinch o'tiringlar, men ketdim. Opa, yana 1-2 soat o'tiring qani. Jiyanlaring o'qishdan qaytibdi, ovqat-ovqatim qilay borib, sog'bi. Opa, to'xtang, ketmang. Siz biling. Dadasi, Ha, xotin. men sinab deysiz? Yaxshilik. Ha?